Yozuvchi, shoir, tarjimon, birinchi o'zbek romani muallifi Abdulla Qodiriy. Taxallusi Julqunboy. 1894-yilda tavallud topgan. Toshkent shahrida Bobon oilasida tug'ilgan. U musulmon va rus tuzem maktablarida, keyinchalik diniy madrasada va Moskvadagi adabiyot institutida ta'lim oldi. Qodiriy rus, arab va fors tillarini yaxshi bilgan. Sharq va jahon adabiyoti durdonalarini qunt bilan mutolaa qilgan. Qodiriyning hayoti va ijodi sho'rolar mustamlakasi davriga to'g'ri keldi. U boshqa jadidlar qatorida millatni tutqunlikdan ozod qilish dardi bilan yashadi va erk, ozodlik g'oyalarini o'z asarlarida jasorat bilan aks ettirdi. Yozuvchining bolaligida otasidan eshitgan xotiralari, otasi guvoh bo'lgan. Boshdan o'tkazgan voqealar uning asarlari dunyoga kelishida muhim ahamiyat kasb etgan. Adibning O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon kabi romanlari ko'plab xorijiy tillarga tarjima qilingan. Biz mutolaa qiladigan asar Mehrobdan chayon deb nomlanadi. Unda 19-asr o'rtalarida Qo'qon xonligida sodir bo'lgan voqealar haqida hikoya qilinadi. Qo'qon xonligi 18-19-asrlarda hozirgi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston davlatlarining ayrim hududlarini qamrab olgan. 19-asrning 70-yillarida Rossiya tomonidan bosib olingan va davlat sifatida tugatilgan. Ra'no, bu zamonda to'g'ri yashash qiyin ekan. Atrof zulm va hiyla bilan to'la. Siz to'g'rilikdan qaytmang, Anvar. Sizning halolligingiz menga kuch beradi. Meni qo'rqitadigan narsa xon saroyidagi gap so'zlar. Xudoyorxon sizga ko'z tikibdi deyishmoqda. Men majburman, bo'ysunaman ham. Qalbim hech qachon sotilmaydi. Agar zulm kuchaysa-chi? Zulm o'tkinchi. Istagan narsamni olaman. Ra'no saroyga keltirilsin. Xo'sh, hazratim, ammo Anvar degan yigiti bor. Xalq orasida obro'si baland. Obro'ni qiladi. Agar qarshilik qilsa jazolanadi. Buyruq sizniki, hazratim. Bu jamiyatda adolat yo'q. Nega zolimlar hukmron? Anvar, ehtiyot bo'l. Xonaga qarshi so'z aytirish o'lim bilan barobar. Agar haqiqatni aytmasak, yashashning nima qadri bor, qimmati bor? Bu oltin devorlar ichida qalbim ham qamoqda. Sen eding, saroy bezagisan. Sizniki bo'lishi mumkin, ammo qalb meniki. Qalbni ham sindirish mumkin. Agar bu dunyodagi baxt yo'q ekan, hech bo'lmasa nomus bilan yashayman. Ayrish mumkin, lekin muhabbatimiz yo'q qila olmaydilar. Bir kun kelib bu zulmlar tugaydi. Haqiqat baribir g'alaba qiladi. Abdulla Qodiriy bu asarda 19-asr Qo'qon xonligi dardidagi adolatsizlik va zulmni ochib berdi. Anvar va Ra'noning pok muhabbati zolim tuzum sabab fojiali yakun topdi. Asar